Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Jismoniy madaniyat va sport fani bo'yicha navbatdagi mavzumuz futbol o'yini texnikasi va taktikasi. Ushbu mavzu bo'yicha rejalarni belgilab olganmiz. Ikkita rejani. Birinchi rejamiz bu futbol o'yini texnikasi, ikkinchi rejamiz futbol o'yini taktikasi. Birinchi rejamizga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, futbol o'yin texnikasi. Futbol o'yin texnikasi bu futbolchi tomonidan to'p bilan yoki to'psiz bajariladigan harakatlar majmuasi hisoblanadi. Bu texnik harakatlar futbol o'yinida samarali harakat qilish, raqib ustidan ustunlikka erishish va natijaga erishish uchun asosiy vosita hisoblanadi. Futbol o'yin texnikasi bu har bir futbolchining o'z o'yinini qurishi uchun asos bo'ladi. Texnika qanchalik mukammal bo'lsa, futbolchi o'yinda shunchalik ishonchli va samarali harakat qiladi. Quyidagi jadvalda futbol o'yini texnikasini ko'rib turibsizlar. Bular maydon o'yinchisi texnikasi va darvozabon texnikasiga bo'linadi va shu asosda turli xil harakatlar, faoliyatlari belgilab olingan. Harakatlanish texnikasi nimalardan iborat? Bular yugurish, to'xtash, sakrash va burilishlardan iborat. Yugurish futboldagi asosiy harakatlanish vositasi hisoblanadi. To'pni boshqarmayotgan futbolchilar yugurish yordamida maydonda turlicha joylashib oladilar. Bundan tashqari yugurish tarkibiy qism sifatida to'pni boshqarish texnikasiga ham kiradi. Sakrashlar, to'xtash va burilishlar usullarining ba'zilarini ijro etishda sakrashlardan foydalaniladi. Sakrash zarba berishning ayrim usullari. To'pni oyoqda, ko'krakda, bosh bilan to'xtatib qolish va ba'zi fintlar texnikasining qismiga kiradi. O'yindan oldin yon tomonlarga, yuqoriga hamda shularga yaqin joylashlarda sakraladi. To'xtashlar, harakatlanish texnikasida to'xtashga harakat yo'nalishini o'zgartirishning samarali vositasi deb qaraladi. To'satdan to'xtab qolganda raqiblarning qayerda qanday joylashishiga qarab turib to'p bilan ham to'psiz ham o'sha ketayotgan tomonning o'ziga yoki qarshi tomonga otilib ketiladi. O'ngga yoki chapga qochib qolinadi. Burilishlar, burilish yordamida futbolchilar tezlikni minimal kamaytirib, yugurish yo'nalishini o'zgartiradilar. Odatda turgan joyda burilgandan keyin start harakatlari boshlanadi. Burilish shuningdek zarba berish, to'pni to'xtatish, to'pni olib yurish va fintlarning ayrim usullarini bajarish texnikasi tarkibiga ham kiritilgan. To'pni boshqarish texnikasi. Birinchi to'pga zarba berish, to'pni to'xtatish, to'pni olib yurish, aldash, ya'ni fintlar harakatlari to'pni olib qo'yishlardan iborat. To'pni to'xtatish, to'pni oyoq kaftining ichki tomoni bilan to'xtatish. To'pni sakrab turib oyoq kaftining ichki tomoni bilan to'xtatish. To'pni tag charm bilan to'xtatish, ya'ni tagi bilan to'xtatish. To'pni oyoq yuzi bilan to'xtatish. Mana bular rasmlarda ko'rib turibsiz, hurmatli talabalar. To'pni son bilan to'xtatish. To'pni ko'krak bilan to'xtatish. To'pni bosh bilan to'xtatishlar. To'pni olib yurish qanday harakat amallari bilan bajariladi? To'pni oyoq yuzining o'rtasi bilan, oyoq yuzining tashqi qismi bilan olib yuriladi. To'pni oyoq kaftining ichki tomoni bilan olib yurish texnikasini ko'rishimiz mumkin. To'pni oyoq uchi bilan olib yurish texnikasi navbatdagi rasmda ko'rsatilgan. Endi to'p uzatishlarga to'xtalib o'tamiz. Oyoq kaftining ichki tomoni bilan zarba berish orqali to'p uzatiladi. Oyoq yuzining ichki qismi bilan zarba berish, oyoq yuzining o'rta qismi bilan zarba berish, oyoq yuzining tashqi qismi bilan zarba berish texnikasini ko'rishimiz mumkin. Amalga oshiriladi to'p uzatishlar. Oyoq uchi bilan zarba berish, mana keyingi rasmda ko'rib turishimiz mumkin. Quyidagi holda amalga oshiriladi. Tovon bilan zarba berish, tovon bilan kesishtirib zarba berish. Demak, buni ko'rishimiz mumkin. To'p uzatishda keyingi to'p uzatishimiz bu burilib zarba berish, boshdan oshirib zarba berish to'p uzatishi hisoblanadi.
Burilib peshonaning o'rtasi bilan zarba berish, sakrab turib peshonaning o'rtasi bilan zarba berib to'p uzatishni ko'rishimiz mumkin. Peshonaning chekkasi bilan zarba berish, sakrab turib peshonaning chekkasi bilan zarba berish harakatlarini ko'rishimiz mumkin. Endi to'pni olib qo'yish harakatlari. Yani ko'rib chiqamiz sizlar bilan birgalikda to'pni yelka bilan turtib olib qo'yish harakat texnikasi. Buni ko'rishimiz mumkin. To'pni sirpanib oldinga tashlanib olib qo'yish harakat. Yani ko'rishimiz mumkin. To'pni shpagat bilan olib qo'yish harakat texnikasini ko'rishimiz mumkin. To'pni o'tkazishlar. Demak, to'pni oyoq kaftining ichki tomoni bilan orqaga o'tkazish texnikasi, to'pni oyoq yuzining tashqi qismi bilan o'tkazish texnikasi, to'pni ko'krak bilan o'tkazish texnikalarini siz bilan birgalikda ko'rib chiqqanmiz. Keyingi rejamiz futbol o'yin taktikasi. Taktika yunoncha so'zdan olingan bo'lib, o'zbek tilida tartiblashtirish ma'nosini anglatadi. Taktika deganda o'yinchilarning raqib ustidan g'alaba qozonishiga qaratilgan individual va jamoaviy harakatlarni tashkil qilishi, ya'ni jamoa futbolchilarining muayyan rejaga binoan aynan shu muayyan raqib bilan muvaffaqiyatli kurash olib borishiga imkon beradigan birgalikdagi harakatlarini tushunish kerak bo'ladi. Taktikadagi asosiy vazifa hujum va himoya harakatlarining maqsadga erishtira oladigan eng qulay vosita, usul va shakllarini belgilashdan iboratdir. Hurmatli talabalar, quyidagi jadvalda o'yin taktikasini, futbol o'yin taktikasini ko'rishingiz mumkin. Hujumda individual, guruh bo'lib va jamoa bo'lib harakatlanish taktikasi va darvozabonning taktik harakatlarini va kombinatsiyalar bilan bajariladigan taktik harakatlarni ko'rishimiz mumkin. Quyidagi jadval asosida texnika turlari tarifi va taktika turlari tarifini bir-biri bilan bog'liqlik holatlarini ko'rishimiz va ularni tahlil qilishimiz mumkin. Zamonaviy futbolda qo'llaniladigan atamalar nimalardan iborat? Bularni biz birgalikda ko'rib chiqamiz va ularga ta'riflarini ko'rishimiz mumkin. Kick off o'yinni yoki tie breakdan keyin o'yinni boshlash, gol to'p darvozadan hisobga olingan gol hisoblanadi. Assist demak golli pas, gol kiritishiga sabab bo'lgan so'nggi uzatma amalga oshirilishi. Offside hujumchi raqibining so'nggi himoyachisidan oldinda to'p qabul qilgan holati. Keyin burchak zarbasi, to'p himoyalanuvchi jamoa o'yinchisi orqali chiziqdan o'tib burchakdan o'ynalishi, penalti, jarima maydonida qoida buzilganda belgilanadigan 11 metrli zarba, dribling, to'pni oyoqda olib yurib raqibni aldab o'tishi, hat-trick, bir o'yinchi bir o'yinda 3 ta gol kiritilishi hisoblanadi. VAR, video assistant referee, video yordamchi hakam tizimi va hokazolardan iborat. Jamoa tarkibini tuzish qanday bo'ladi? Futbol jamoa tarkibidagi o'yinchilar musobaqa davomida maydonda joylashishlariga qarab barcha mavjud o'yin funksiyalarini bajaradilar. Shu bilan bir qatorda har bir o'yinchi muayyan o'yin funksiyasiga ixtisoslashgan bo'ladi. Ya'ni uni o'ziga xos o'yin kasbi bo'ladi. Masalan, darvozabon, himoyachi, yarim himoyachi va hujumchilardan iborat. Ular ham o'z navbatida qanot va o'rta o'yinchilariga ajratiladi. Jamoa tarkibini yaratish, jamlash ham mazkur masala bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Zamonaviy futbolda jamoa tarkibi asosan 4-4-2 asosida tuziladi. U 4 ta himoyachi, 4 ta yarim himoyachi va 2 ta hujumchidan iborat bo'ladi. Futbol o'yinida o'yinchilar quyidagicha joylashadi. Hujumkor va balanslangan 4-3-3, an'anaviy va barqaror bu 4-4-2, kuchli yarim himoya 4-2-3-1,
Qanot himoyachilar faolligi 3-5-2 tizimida amalga oshiriladi. Kuchli himoya esa 5-3-2 tizimida amalga oshiriladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, futbol bu oddiy o'yin emas, balki dunyo bo'ylab millionlab insonlarni birlashtiradigan ijtimoiy hodisa hisoblanadi. U jismoniy chiniqish, mashaqqatli mehnat va jamoaviylikni tarbiyalaydi. Har bir o'yinda faollik, iroda va strategiya mujassam bo'ladi. Futbol nafaqat sport turi, balki do'stlik, birdamlik va tinchlik yetishisi sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, futbolni rivojlantirish sog'lom jamiyat sari tanlangan muhim qadamlardan biridir. Hurmatli talabalar, bugungi mavzumiz bo'yicha quyidagi topshiriqlarni belgilab o'tamiz. Birinchi, darvozaga to'g'ri zarba yo'llanishni mashq qilish. Ikkinchi, to'pni oyoq bilan boshqarish va nazoratni o'rganish. Uchinchi, oyoq yoki uzoq yoki yaqin masofadan kelayotgan to'pni to'xtatishni o'rganish. Hurmatli talabalar, shuni bilan bugungi mavzumizni yakunlaymiz. Keyingi mavzularda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.